10 kilo 200 dollardan bo'lganda 2000 dollar bo'ladi 2 oyda. 2 oyda 2000 dollarni 25 million. qayerda ishlaydi? Toshkentga borib 2 oyda 25 million o'zim demak azizlar biz tavsiya qilib qolamiz. Mana shu kavrak o'simligini kavlashda, kavrak o'simligi shirasini, ya'ni smolasini olishda biz mahalliy aholini jalb qilgan holatda mana aka bilan mana tavsiya qilyapti. Boringki Dehqonobodga emas, yo Qashqadaryoga emas, o'zimizni mahalliy aholini, yoshlarni jalb qilamiz. Chunki chetga borib ishlagandan ko'ra o'zimizda 2 oy davomida ko'p agar mehnat samarasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unumdorligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa 3000 dollargacha, agar boshlanishida 2000 dollargacha ishlasa bo'lar ekan, to'g'rimi? 1000 dollardan ishlasa to'g'ri kelib, bir oyda masalan, ishni bilmaydigan odam bemalol ishlayotgan. Yana bu ertalabdan kechgacha ketmoncha olib emas. Hozir bir tagini ochib oladi, undan keyin sherani ertalab turadi-da, 2 soat, 3 soatda har bitta korobkani ustini ochib turib, har bitta kavrakni ustidan chiqqan shirasini oladi-da, tagidan kesib qo'yadi. Buni yana 2 kundan keyin yana kelib olaveradi. Hozir kavrak donasini. Demak, hozir Qashqadaryodan nechta bola kelyapti? Hozir 8 ta bola kelgan. Yollanma mavsumiy ishchilar. Yollanma bola 8 ta bola kelgan. 8 ta bola bizni hozir yerimizga o'chib qilmaydi. Yana bizga bir 8 ta 10 ta bola kerak. 8 ta 10 ta bola. Mana azizlar haqiqatdan mana ko'rib turibsiz, kavrak yetishtirilayotgan shifo kavrak. Shifo fermer xo'jaligi. Fermer xo'jaligiga kelganimizda mana akamiz ham aytayapti, haqiqatdan ham bizga 10 ta, 8-10 ta bola kerak deyapti. Mana keling va oyiga o'sha 2000-3000 dollar ishlab keting 2 oy davomida. Toshkentga borib, yo bo'lmasa Rossiyaga, chet elga borib turib, pulini yarmini olib, olmasdan qaytib kelyapti. To'g'ri. O'zimizda mehnat qilsa, o'sha daromadni o'zimizning sharoitda ham, anaso sharoitda ham bemalol topsa bo'ladi. Qachondan boshlab kelib uchrashdim sizga? Ertadan kelsin, menga kelayotgan bo'lsa, mana ertadan kelsa, men ko'rsataman, hammasini tushuntiraman. Qancha daromad olishini ham tushuntiraman. Kelib qo'shimcha shu o'zim bilmayman degan bo'lsa, mana shu Qashqadaryodan kelgan bolalarning yoniga bitta biriktirib qo'yaman-da. Mana shu bilan birga ishlaysizlar deyman.